Voy, xaridor, 10-chi qishloqqa kechali nimalar bo'lib ketdi? Hammanglar hamma qishloqlar turganmikan? Ana. Voy qishloqlar, hammanglar turdinglarmi, tuzukmisizlar? Hammamiz yaxshimiz, lekin kompot bo'lmaganda hech qaysimiz yaxshi bo'lmas edik. To'g'ri aytasan qishloqqa, kecha nimalar bo'lib ketdi? Bitta kompotni o'zi shuncha zombiga hujum qildi. Shuncha zombini otib tashladi, o'ldirib tashladi. Agar kompot bo'lmaganda biz nima qilardik? Zombilar bizani yeb qo'yardi. Bu qishloqni o'zi bo'lmas edi agar kompot bo'lmaganda. Hech kim qo'rqdi zombilarga chiqishga, lekin bitta o'zi kompot shunchasini yoqib tashladi. Voy kompot, nimadir sovg'a qilish kerak endi unga, nimadir o'ylab topish kerak qanaqa sovg'a qilishimizni. Chunki bitta o'zi shuncha zombini yutdi, biz hech nima qilolmadik. Nima sovg'a qilamiz? Kimda qanaqa g'oyalar bor? Balki bloknot bilan ruchka? Qanaqa bloknot bilan ruchka qishloqqa? Jiddiroqmiz, shuncha zombidan bizlarni qutqardi. Hozir hech kim modda bo'lmas edi agar kompot bo'lganda. Yaxshiroq narsa aytinglar. Menda bitta g'oya bor. Pultli mashina. Qanaqa pultli mashina qishloqqa? Nima deyapsan? Shuncha zombilardan qutqardim. Hech kim bilmas edi shu zombilar bizga hujum qilishini. Nimadir zo'rroq narsa o'ylab topish kerak. Qanaqa pultli mashina? Voy, уже tongga botibdi-yu, kompot uyg'ongandir. Ketib qarab ko'raylik-chi. Yaxshi, hozircha uxlayapti. Nimadir o'ylab topish kerak. Davay o'ylab topaylik. Menda bitta ideya bor. Davay, gapiraversam. Zo'r ideya bu qishloqqa. Bo'ldi, davay ketdik bo'lsa. Voy, bag'rim yo'qolib, kompot uyg'onib ketmasin. Ketdik bo'lmasam shu narsani qilamiz. Kompotni uydan chiqarish kerak emas. Bo'pti, men qarayman bunga. Kompot uydan chiqmaydi, biz qilib turamiz. Bo'ldi, davay, sen qarab tur. Kompot uydan chiqib ketmasin. Maza qilib uxladim, namuncha maza qilib uxladim. Hammaga xayrli tong. Qanaqa xayrli tong? Xayrli kun, уже obed bo'pti. Hammaga xayrli kun do'stlar. Mani otim kompot. Yangi joyimga yaxshi kelibsizlar. Sizlar bilmadinglar-da, kecha nima bo'lganini. Nimalar bo'lib ketdi? Kecha video yaxshi ulgurmadim-da. Kecha bizani qishloqga hamma qishloqlar bilan aylanmaganimizdan keyin uyga ketyotgandik. Shuncha ko'p zombilar hujum qildi bizani qishloqga. Qishloqlar qo'rqdi nimadir qilishga, lekin yaxshiyamki meni sirli sunduqimda pushkalar bor ekan. O'sha pushkalar bilan hammasini otib tashladim. Gapirish oson, lekin qilish juda ham qiyin bo'ldi. Nima? Hali ham kechami? Tushunmadim. Kechqurunmi? Yo'q, ertalabku, hozir obedku. Nimaga hamma yoq qorong'i? Ko'chaga chiqib ko'raylik-chi. Kompot turdi. Voy, dabichoqlik turib qolding kompot. Nimalar bo'lyapti? Nima qilib tashladinglar? Tushunmayapman. Nima bu? Ochinglar. Hozir jigari qishloqqa kelib sizlarga sanga tushiradi hammasini. Tezroq ochinglar. Nima bu? Nima qilib qo'ydinglar? Kompot, nima qilib uyg'onib qolding? Och meni zanjirdan chiqarasiz meni. Nima bilan qamab qo'ydinglar meni bu yoqqa? Kompot kerak-da. Qanaqa kerak? Ustidan kulyapsizlarmi? Shuncha kechagi narsadan meni qamab qo'yyapsizlarmi? Biz senga sovg'a qilmoqchimiz kechagi narsalardan kelgan. Nima sovg'a? Hech qanaqa sovg'alarga men hozir ishonmayman. Chunki oldingi videoda ko'rgan bo'lsanglar, men uyimga kirishmayapti edi qishloqlar. Ko'rmagan bo'lsanglar ko'rib olinglar. Men sizlarga o'sha ishonmayman qishloqlar. Chiqazinglar meni bu yerdan. Nima qilasizlar bu yerda? Chiqazinglar. Yo'q, kompot, biz chiqaza olmaymiz. Uzr, biz senga sovg'a qilamiz. Uyingizda o'tirib turgan ko'rsatamiz. Men o'tirib kelmayapti. Xo'p, chiqib keling. Qishloqlar, bu yoqqa kelinglar. Voy. Nima qilishyapti do'stlar? Zanjir nima sig'mas ekanman deyman, joylar orasi ko'p, lekin sig'mas ekanman. Shuncha kechagi narsadan beri meni uyda qamab qo'yishdim. Sovg'a deyapti, lekin sovg'asiga hech qanaqa ishonmayman hozir men. Chunki shuncha narsalar qilib tashlashgan sovg'a deb. Oynani sindirsammikin, oyna sinmasa kerak. Qanaqa qilib chiqaman bu yerdan endi? Mayli, nima qilsam bo'ladi? Uyda o'tirib turaman men. Uyda o'tirgim kelmayapti-yu. Mani qirollar bor-ku.
Ana hozir zanjirni man otaman. Mana bu yerda patronim ozgincha hech narsadan bilsanglar kerak. O'sha nega patronim ozginchaligini. Chunki bitta o'zim shuncha zombiga hujum qildim. Ko'rmadinglar ko'pligan zombini. 14 ta patron otib ko'rdinglar ham yoqqa. Davay. Sindimikan? Qani borib ko'ray. Yo'q, umuman ishlamabdi. Chiziq ham chizilmagan halim. Bo'lmasam bunga otib ko'ramiz o'sha joyga. Bo'ldi, sindi deb o'ylayman. Voy. Hali ham sinmabdi. Foydasiz bu narsa. Kapot, o'qlarni ovozini eshitmadimi? Voy, mana chiqas, iltimos, qishloqma senga izumrud beraman. Yo'q, chiqazolmayman. Bo'lmasa men tualetga chiqib kelsam maylimi? Yaxshi urinish bo'ldi-yu, lekin hech qanaqa tualetga seni chiqazolmayman. Bo'pti, kapot. Biz senga sovg'a qo'ymoqchimiz, ko'rsatolmaymiz. Bashda o'tirib tur. Qayerga chiqib ketarding? Qishloqqa chiqaz mana voqaq ketib qolding. Mayli, endi shu yerda o'tirib turaman, nimadir o'ylab topishim kerak. Balkim mashinadan chiqib ketarman yer tagidan. Nima ustidan kulishyaptimi? Absiz. Yo'q, buni ham o'ylab qo'yishdi-yu. Oynadan otib ko'raymi qurollar bilan? Yo'q, qo'l bilan sinmas ekan. Bu yerdan ham o'ylab qo'yishibdi. Namchi qatdan pushka bilan otib ko'rsamchi? Yana bitta otib ko'ramiz. Sinmadi-yu. Buni ham o'ylab qo'yishibdi oynani. Bo'ldi, endi nimadir o'ylab topishim kerak. Mana shu o'tiraveraman men nima? Mana bu yerdan chiqsamchi? Yo'q, qo'ldan ham chiqolmayman. Shuncha narsa o'ylab tashladim o'sha. 1-2 soatdan beri o'ylayapman o'sha. Butun kun bo'ldi. Voy, xoladim yana yotib. Hozir men yerda o'ylayapman chiqishni. Bilmayman qayerdan chiqishni. Joy yo'q. Kapot, ana biza hamma narsani qilib bo'ldik. Endi chiqsa bo'ladi. Sovg'a tayyor bo'ldi. Rostdan chiqsam bo'ladimi? Yes, chiqazinglar bo'lmasam. Bo'ldi, kapot, chiqaver bemalol. Rostdan chiqaveraymi? Qishloqlar lekin asamga tegdinglar hozir mech bilan. Kapot, tez mech olib tasha qilichchi. Biz senga sovg'a qildik-ku. Ana qarasang bo'ladi. Qanaqa sovg'a yana? Jag'imni to'g'rilab olinglar mani. Nima bu? Kapot, mana bu senga haqiqiy sovg'a. Rahmat senga kechirimsani qutqarganing uchun. Nima bu namuncha bu zo'r ko'rinyapti. Qishloqlar, men sizlarga ishonmadim. Rahmat senga, kapot. Sababiga biza bo'tda ham bo'lmasding hozir. Qishloqlar, men sizlarga ishonmayapti udimda. Voy, quchog'imga oling hammanglarni. Rahmat sizlarga kattakon qishloqlar. Namuncha zo'r chiqdi bu. Qishloqlar, rostdan ishonmayapti udim sizlarga lekin. Qanaqa ishonarding bizga rostdan. Shuncha narsani qilib tashlading-yu. Qishloqlar, men rostdan ishonmayapman, lekin rostdan kattakon rahmat, juda ham zo'r chiqibdi. Menga juda ham yoqdi bu. Do'stlar, mana qaranglar, qishloqlar rostdan ham menga sovg'a qildi. Kecha men ularni qutqarganim uchun, bu qishloqni ham qutqarganim uchun. Mana qaranglar, shuncha ishlashdi. Juda ham zo'r chiqibdi, lekin menga juda ham yoqyapti qishloqlar. Davay tepadan ko'raylik, tepadan zo'rroq ko'rinadi. Mana qaranglar, zombini boshini oyog'im bilan qilib turaman. Chunki zombini yutdim men shuncha zombini. Lekin juda ham zo'r qurishibdi mana buni kompot. Davay ozim yop qo'yaylik. Davay rasmga tushib olinglar. Davay jag'imni yopib rasmga tushib olinglar. Buni o'chirib tashlaylik lekin. Davay rasmga olinglar endi mana. Ana. Bo'ldi, zo'r chiqqan umiddaman. Ana bo'ldi do'stlar. Ana mashinadan ham olamiz. Bo'ldi, ana zo'r bo'ldi hammasi. Voy, qishloqlar. Juda ham xursandman, lekin sani uyingdan chiqazmading, o'shaning uchun zo'r. Ko'chaga chiqmay turib sovg'a tayyorlamizganinglar, men chiqmas edim.
Rostdanmi? Ayyo, конечно, ko'rardim men qotganinglarni bemalol chiqib ketardim. Yaxshi, lekin zanjir qilib qo'yganinglar bunaqa voqiliroq ko'raverardim. Vuy, mamchilikni ham qilib qo'yishganni. Birga bir kopiya qilib qo'yishdi-yu, mamchilik xuddi shunaqa mani skinimda. Davay mashinadan o'tib ketaylik. Endi mashinasi turaversin-a. Agar mir ruxsat bersa turaveradi. Rostdan ham men ruxsat berishi kerak endi. Ana do'stlar, bugun menga qishloqlar sovg'a qildi, ularni qutqargan shu. Like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqmasa, hamma xayr do'stlar, sog' bo'linglar.